Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Ba'zi kasblar inson hayotida shunchaki tanlanmaydi, balki yillar davomida shakllangan orzu va intilishlar natijasida umr yo'liga aylanadi. Arxitektor Zamiraxon Soliyeva uzoq yillik faoliyati davomida nafaqat qurilish va me'morchilik sohasi rivojiga hissa qo'shdi, balki ko'plab yoshlar uchun ustozga aylandi. Uning kasbga muhabbat, ustoz-shogird an'analarini o'zida mujassam etgan hayot yo'li haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Ba'zan inson hayotidagi katta qarorlar oddiy bir tasodifdan boshlanadi. Qariyb yarim asr avval kichkina bir qiz jurnalda arxitektor qizning suratini ko'rib qoldi. O'sha paytda bu shunchaki rasmdek tuyulgandir, ammo aynan shu surat uning kelajakdagi kasb tanloviga yo'l ochdi. O'sha qizga havas qilib, keyin onamga aytdim, shu men arxitektor bo'laman, maktabni bitirib arxitektor bo'laman desam, onam qo'llab-quvvatladi. Juda ham yaxshi. Opalaring hammasi boshqa kasblarda, sen arxitektor bo'lsang juda ham yaxshi dedi. Shu Toshkent politexnika institutining arxitektura fakultetiga o'qishga topshirib, shu yerda o'qidim. Zamiraxon Soliyeva bugun 48 yildan buyon arxitektura sohasida fidokorona mehnat qilib kelayotgan tajribali mutaxassislardan biri. U uzoq yillar davomida Andijon viloyati uy-joy qurilish kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasida samarali faoliyat olib bordi. Uning mehnati, tajribasi va kasbga sadoqati ko'plab yosh mutaxassislar uchun maktab vazifasini o'tamoqda. Voy, shogirdlarim bir 30tacha, 30dan ham ko'p bo'lsa kerak. Qaysi birini aytmasam xafa bo'lmasin, yana juda ham ko'p shogirdlarim. Mendan zo'r bo'lib ketishgan ular. Hammasi talantli arxitektorlar shunday. Uning hayotiy tajribasi va kasbiy saboqlari nafaqat shogirdlariga, balki o'z oilasiga ham o'tmoqda. 4 nafar farzandi ham aynan arxitektura sohasini tanlagani bejiz emas. Hatto nabirasi ham bu kasbga qiziqib, buvisidan kasb sirlarini o'rganmoqda. O'z onamiz deydi, maslahatlarini ayamaydi, to'g'ri yo'lga boshlaydi. Haligi maslahat so'rab qo'ng'iroq qilganimizda ham to'g'ri yo'nalish beradi. Men to'g'risi qoyil qoldim. Assalomu alaykum. Ko'p yillik fidokorona mehnat e'tiborsiz qolmadi. Bayram munosabati bilan boshqarma rahbariyati Zamiraxon Soliyevaning xonadoniga kelib, uni samimiy tabrikladi hamda mehnatini alohida e'tirof etdi. Voy, mengami? Faxriy ustoz Soliyeva Zamiraxon Islomovna Andijon viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasining faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Rahmat, katta Rahmat. Har yili 8-mart bo'lsa, uyimizda bayram bo'lib ketadi. Bolalarim keladi, nevaralarim, hammasi shogirdlarim kelishadi. Kasbga sadoqat, ustoz shogird an'analari va avlodlar davomiyligi Zamiraxon Soliyevaning hayot yo'lida mujassam. Uning mehnati esa kelajak avlod uchun ibrat bo'lib xizmat qilmoqda. Gulzira Rustamova va Nesbilo Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.